Otlar haqida hech kim bilmasligi mumkin bo'lgan qiziqarli faktlar. Otlar bir oy davomida o'zining barcha tishlarini almashtiradi. Bu jarayon asta-sekin, ammo doimiy bo'ladi. Otlarning terisi ostida juda ko'p sezgir nerv uchi bor. Ular hatto eng mayda chang zarralarini ham sezadi. Otlar tovushlarga qarab rangli tushunchaga ega bo'lishi mumkin. Ularning ko'zlari odam ko'rishiga o'xshamaydi, lekin ular rangni kontrast bo'yicha sezadi. Ba'zi otlar o'z nomlarini taniydi. Ularga doimiy murojaat qilinsa, ular faqat ovozga javob beradi. Otlar suv ostida ham bir nechta sekund nafasini ushlab turishi mumkin. Bu ba'zi yovvoyi otlar uchun yashashga yordam beradi. Otlarning quloqlari harakatlanish orqali kayfiyatini bildiradi. Agar quloqlari orqaga egilgan bo'lsa, bu bezovtalik yoki g'azabni bildiradi. Otlarning chaqaloqlari, foals, dunyoga kelishi bilan 1 soat ichida turishga qodir. Bu tabiatdagi predatorlardan himoyalanish uchun zarur. Otlar bir-birining yuzini mizillash orqali taniydi. Ular yuz ifodalari va burun izi orqali do'stlarini ajrata oladi. Otlar uyqu paytida ham oyoqlarini qulf tizimi bilan ushlab turadi. Shuning uchun yiqilmaydi. Ba'zi otlar qorong'uda ham yengil ko'rish qobiliyatiga ega. Bu ularning yovvoyi tabiatdagi xavfsizligini oshiradi. Videoga like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Rahmat!